patsientkamiz Doppler tekshiruviga kelgan, faqat 22 haftaligini bilganimizdan keyin Dopplerga hali ertaligini tushuntirdik. Dopplerda 28 haftalikdan boshlab qilamiz. Agarda onada qandaydir kasalliklar, saharni diabet yoki shunga yarasha показания bo'lsa, sal vaqtliroq boshlashimiz mumkin. Patsientkamizni tekshiruv davomida mana katta miomalari borligini aniqladik. 2ta miomasi bor. Mana bu ko'rib turganinglar bu miomalari. Homilamiz o'zi juda ham yaxshi o'sib kelyapti. Hozirda 22 haftaga to'g'ri kelyapti. Yurak urishlari ham juda ham yaxshi. 170 bir daqiqada uryapti. Ko'zlari ko'rishingiz mumkin, lablarini ochib turibdi. Tepa pastki lablarini, burunchalari, hamma narsasi bolamiz yaxshi rivojlanib kelyapti. Bu oyoqlari harakatlari ham juda ham yaxshi. Девочка.